Assalomu alaykum aziz o'quvchi. Sizni yana Biopro darslarimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Xo'p, demak, DNKdan biz 3-bo'limga kelib qolgandik. Bundan oldingi ikkita darsimizda DNK birinchi bo'lim va ikkinchi bo'limda o'tgandik. Va bugungi darsimizda DNKdan 3-bo'limni o'tamiz. Ya'niki bir noma'lumni tenglama ishlashni yoki shunga o'xshash masalalarni o'rganamiz. Qiyinlik bo'yicha 3-darajaga chiqdik. 3-darajali qiyinlikdagi masalalarni ishlaymiz. Va bundan keyin 4-bo'limni ham o'tamiz albatta. Xo'p, demak, tayyor bo'lsangiz, unda darsimizni boshlaymiz. Oldin aytib o'tib ketishim kerak. Uyga vazifani o'zimni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalimda, demak, uyga vazifa bo'ladi. Undan uyga vazifa bajarishingiz mumkin bo'ladi. O'sha kitobni PDF holatda tashlab qo'yaman. Bemalol undan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. YouTube orqali esa bemalol darslarni ko'rishingiz va o'zingiz mustaqil biologiya masalani ishlashni o'rganishligingiz mumkin bo'ladi. Hop, qo'shimcha savollar bo'lsa ham o'sha Telegram kanalimda menejerimga bog'lanib savollaringizni berishingiz mumkin bo'ladi. O'sha opisaniyada ham qoldiraman menejerimni. Telegram kanalimda ham o'sha bio qismida turadi. Xo'p, unda darsimizni boshladik. Demak, DNK. Birinchi masalaga e'tibor beramiz. Xo'p, savolda aytyapti, birinchi to'plam. Savolni kattalashtiraman. Birinchi to'plam DNK molekulasidagi adenin va guanin nukleotidlar soni 1:3 nisbatda ushbu DNK fragmenti asosida sintezlangan oqsil tarkibidagi aminokislotalar soni 200 ta bo'lsa, DNK molekulasi tarkibidagi vodorod bog'lar va oqsil tarkibidagi peptid bog'lar farqini toping deyilyapti. Xo'p, do'stlar, mana bunaqa vaziyatda, ya'niki nisbat berilgan vaziyatda biz o'sha belgilash kiritamiz bir noma'lumlik holatda. Xo'p, bizda adenin bilan guanin nukleotidlari nisbati berildi va ularning nisbati 1:3 deyildi. Hop, demak, bu yerdagi nisbat 1:3. Shuning uchun biz x ga 3x deb belgilash kiritamiz. Hop, bundan ko'rinib turibdiki, demak, bizda adeninlarimiz x ga teng, timinlarimiz ham x ga teng. Hop, guaninlarimiz 3x ga teng bo'ladi, sitozinlarimiz ham albatta 3x ga teng bo'ladi. Endi umumiy holatda hammasini qo'shadigan bo'lsak, bu yerda nukleotidlarimiz kelib chiqadi. Demak, 8x ga teng ekan. Vodorod bog'larini topish uchun nukleotidlarga guaninni qo'shamiz. Demak, 8x ga yana 3x ni qo'shadigan bo'lsak, bizda 11x paydo bo'ladi. Mana vodorod bog'lari. Endi ushbu DNK fragmenti asosida sintezlangan oqsil tarkibida aminokislotalar soni 200 ta bo'lsa, aminokislotalarni berdi. Aminokislota orqali o'zi nukleotid topib olish mumkin-da. Nukleotid teng amino ko'paytirilgan 6. Demak, nukleotidlar teng, aminolar soni 200 ta ekan, ko'paytiramiz 6 ga, 1200 ta bo'ladi. Demak, 1200 ta nukleotid bor. Demak, biz 8x imizni bemalol 1200 ga teng ekan deb olishimiz mumkin. Bu yerda x imiz kelib chiqadi. Xo'p, demak, 1200 ni bo'lib yuboramiz 8 ga. 150 bo'lar ekan. X imizning qiymati 150 ga teng. Topib oldik. DNK molekulasi tarkibidagi vodorod bog'lar va oqsil tarkibida peptid bog'lar farqini toping deyilyapti. Vodorod bog'larini demak biz 11x ga teng degandik. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. X ni o'rniga 150 ta borib qo'yaman. 11 ko'paytirilgan 150. Bunda vodorod bog'lar soni kelib chiqadi. Xo'p, 11 ga ko'paytirib yuboramiz. Demak, 1650 chiqar ekan. 1650 ta vodorod bog'i mavjud. Endi peptid bog'iga keladigan bo'lsak, bizda aminokislotalar sonini 200 ta dedi. U orqali peptid bog'lar sonini topib olish mumkin. Peptid bog' deb qo'yaman. Ular 199 ta bo'ladi. 199 ta. Endi mana shu 199 ta peptid bog' bilan 1650 ta vodorod bog'ni farqi so'rayapti. Demak, buni ayirib qo'yamiz o'zaro. Shunda javob kelib chiqadi. 1650 dan ayiramiz 199 dan. 1451 bo'lar ekan. Demak, javob 1451 ta 1451 dona. Demak, farq bo'lishi kerak ekan. Xo'p, demak, keyingi masalaga o'tamiz. Xo'p, demak, keyingi masalaga o'tsak. Ikkinchi masala. Xo'p. Yaxshi. Demak, savolni joylashtiraman. Xo'p, savolni ko'ramiz endi.
Savolda aytyaptiki, DNK molekulasidagi jami vodorod bog'lari soni 2300 ta, adenin nukleotidlari guanin nukleotidlaridan 100 taga kam bo'lsa, ushbu DNK asosida sintezlangan oqsil tarkibidagi aminokislotalar sonini aniqlang deyilyapti. Xo'p, vodorod bog'lari berildi va undan tashqari adenin nukleotidlari guanin nukleotidlaridan 100 taga kam degan ma'lumot ham aytildi. Kim kam desa, adenin nukleotidlari kam, guanin nukleotidlaridan kamroq 100 taga. Demak, biz hozir adeninni X ta deydigan bo'lsak, timinni ham X ta deydigan bo'lsak, guanin nukleotidlari X plus 100 bo'lishi kerak, 100 ta ko'proq bo'lishi kerak. Sitozin nukleotidlari ham xuddi shunaqa X plus 100 ga teng bo'lishi kerak. Xo'p, endi bundan kelib chiqadiki, umumiy nukleotidlar 4x plus 200 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, vodorod bog'larini topish uchun endi umumiy nukleotidlarga guaninni qo'shib yuboramiz bu yerda. 4x plus 200 ga x plus 100 ni qo'shadigan bo'lsak, bizda umumiy holatda 5x plus 300 degan bir holat bo'ladi. Demak, umumiy vodorod bog'larimiz 5x plus 300 ga teng ekan. Xo'p, yaxshi, vodorod bog'larini ham bilib oldik. Endi vodorod bog'larida nimaga teng deganda savol shartida 2300 taga teng degani savol shartida ko'rishimiz mumkin. Endi bu yerda yozamiz. 5x plus 300 imiz 2300 taga teng bo'lsa, hop 5x nimaga teng deymiz? Bu yerda o'sha 300 bu tarafga o'tganda ayirish bo'lib o'tadi minusda. 2000 qoladi ayirib yuborsak. X imizning qiymati shunday kelib chiqadi. Ya'ni 2000 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak, 2000 bo'lingan 5 400 ga teng bo'lar ekan. X imizning qiymati 400 ga teng. Xo'p, x imizni topdik. Ushbu DNK asosida sintezlangan oqsil tarkibida aminokislotalar sonini aniqlang debdi. Aminokislotani topish uchun umumiy nukleotid kerak. Xo'p, umumiy nukleotidlarimiz nimaga teng desa, 4x plus 200 ga teng yozib qo'ygandik. O'sha yerdagi x ni o'rniga 400 olib borib qo'yamiz. Bunda 1600 bo'ladi. Unga yana 200 ni qo'shadigan bo'lsak, 1800 bo'ladi umumiy holatda. 1800 ta nukleotid bor ekan. Endi aminolar topishni o'zini formulasi bor. Aminolar topish uchun DNK nukleotidlarni 6 ga bo'lib yuborish kerak. Demak, 1800 ni bo'lib yuboramiz 6 ga. 1800 bo'lingan 6 300 ga teng bo'lar ekan. Bo'ldi 300. Xo'p, demak 300 bo'ldi. Ushbu DNK asosida sintezlangan oqsil tarkibida aminokislotalar sonini aniqlang dedi. Javob 300 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, keyingi masalaga o'tamiz. Xo'p, savol shartini joylashtiraman. 3-to'plam. Xo'p, boshladik. Unda tahlilda savolda aytyaptiki, DNKda vodorod bog'lari fosfodifil bog'laridan 122 ta ko'p, vodorod bog'lari timin nukleotidlaridan 6,5 marta ko'p. Adenin va sitozin nukleotidlarining yig'indisini toping deyilyapti. Savolni ko'rib turibsiz. Xo'p, nima qilamiz bu yerda birinchi o'rinda? Vodorod bog'lari fosfodifil bog'laridan 122 ta ko'p degan narsa aytilyapti. O'zi vodorod bog'lari, demak, fosfodifil bog'laridan ko'proq bo'lsa ayiramiz. 122 kelib chiqar ekan. Yana bitta tarafi bor. O'sha vodorod bog'laridan fosfodifil bog'larni ayirsak, guanin plus 2 kelib chiqadi. Endi nima uchun desa, o'zi mana bunaqa narsada vodorod bog'idan nukleotid ayirsak, guanin kelib chiqishi kerak. Endi bu ochiq zanjirli DNK bo'ladigan bo'lsa, fosfodifil bog'lari nukleotidlardan 2 ta kamroq-ku. Shuni hisobidan guanin plus 2 chiqadi bu yerda. O'sha 122 ga teng bo'lyapti. Bundan kelib chiqadiki, guanin nukleotidlari 120 ga teng ekan. Bo'ldi, biz guaninlar topdik. Xo'p, guaninlar topdik hozir. Endi vodorod bog'lari timin nukleotidlaridan 6,5 marta ko'p deyapti. Endi biz timin nukleotidlarni nechta ekanligini bilmaymiz-ku. Shuning uchun timin nukleotidlarni x ta desak, adenin nukleotidlarni ham xuddi shunaqa x ta deb olamiz. Bu tarafda guanin nukleotidlarni bilib oldik. 120 ta ekan. Yozaman. 120 ta. Sitozin nukleotidlari ham 120 ta mana. Endi shu yerda umumiy qancha nukleotid bor deydigan bo'lsa, bular qo'shib yuborish kerak bo'ladi. Qo'shib yuboradigan bo'lsak, 120 dan ikkitasi 240 plus 2 ta x ni qo'shadigan bo'lsa 2x bo'ladi. Bu umumiy nukleotidlar soni endi.
Endi nima qilinadi? Vodorod bog'lariga keladigan bo'lsak, vodorod bog'lari endi shuni ustiga yana bitta guanin qo'shish kerak. 240 + 2x nukleotid bo'lsa, uni ustiga yana 120 guaninni qo'shsak, 360 qo'shilgan 2x bo'ladi. O'sha vodorod bog'lari bo'ladi. Bo'ldi, vodorod bog'larini bir oldik. Endi vodorod bog'lari timin nukleotidlardan 6,5 marta ko'p deyapti. Xo'p, timin nukleotidlaridan ko'ra vodorod bog'lari ko'proq ekan. Qanchaga ko'p desa, 6,5 martaga ko'p ekan. O'zi timin nukleotidlarini biz x deb belgilash kirityapmiz. Demak, vodorod bog'lari shunda 6,5x ga teng bo'lishi kerak ekan mana. 6,5x ga teng bo'lishi kerak ekan. Tenglashtirib olamiz demak. 6,5x imiz ham vodorod bog'i degani umumiy vodorod bog'lariga teng yoki uni o'sha umumiy vodorod bog'larini 360 + 2x desak ham bo'lar ekan. Tenglama tayyor. Endi mana bu yerdagi 2x imiz bu tarafga minus bo'lib o'tadi. 6,5 dan 2 ni ayirib yuboradigan bo'lsak, 4,5x qoladi. Teng bo'lar ekan 360 ga. Endi x ni topish uchun 360 ni 4,5 ga bo'lib olamiz hozir. Xo'p, 360 ni bo'lamiz 4,5 ga. Demak 80. X imizning qiymati 80 ga teng ekan. Xo'p, bo'ldi. 3-masala ham chiqdi. Xo'p, do'stlar, bu yerda texnik kichik muammo bo'ldi. Xo'p, hozir keling mana bunaqa narsa qilamiz. Formatni biroz o'zgartiramiz. Ya'niki men o'zim ko'rinmayman. Bundan buyog'iga darslarni planshetda o'zida davom ettiramiz. Hozir bizda biroz texnik muammo bo'lib qoldi. Aka bermaysiz? 4-masalaga e'tibor beramiz. Savolda aytilyapti: Denka molekulasi nukleotidlarning 50tasi inversiyaga, 100tasi duplikatsiyaga uchragandan so'ng denkani 12 dan 9 qismi translyatsiyada ishtirok etganda 100 ta aminokislota hosil bo'ldi. Denka molekulasi mutatsiyaga uchrashidan oldin nechta nukleotiddan iborat edi? Xo'p, ajoyib savol. Xo'p, bu masalani qanaqa ishlaymiz? 100 ta aminokislota hosil bo'ldi deyapti. Demak, biz 100 ni hozir birinchi ishimiz 100 ni ko'paytiramiz. Xo'p, 3 ga. Bunda renka kelib chiqadi. Demak, renkada 300 ta nukleotid bo'lgan ekan. Ikkinchi ishimiz, renkada 300 ta nukleotid bo'lsa, uni 2 ga ko'paytirib yuboramiz. Demak, denkada 600 ta nukleotid bo'lgan ekan. Xo'p, keyin uchinchi ishimizga o'tamiz. 600 ta nukleotid denkani hamma qismi emas, 12 dan 9 qismi translyatsiyada ishtirok etgan deyapti. Demak, 9 qismi hozir bizda 9 qism 600 taga teng bo'lyapti. 12 qismda qancha deymiz? Xo'p, hisob-kitob qilib o'ramiz bu yerda. 600 ni ko'paytiramiz 12 ga bo'lamiz 9 ga. 800 ta. Demak, denkada 800 ta nukleotid bo'lgan ekan. Endi bu mutatsiyaga uchragan denka ekanligini hisobga olishimiz kerak. 4-chi ish. 100 tasi duplikatsiyaga uchragan, ya'ni buni ko'paygan 100 tasi. Inversiya bu shunchaki inversiya ko'payish va kamayish emas. Inversiya bu 180 gradusga o'zgarib qolish, nukleotidlar joylashuvini o'sha. Demak, shuning hisobidan uni hisobga olmaymiz. 100 ta duplikatsiyadan hisobga olsak bo'ldi. Demak, dastlabki denkani D denka deb qo'yaman. Dastlabki denkani mutatsiyaga uchragan denkani M denka deb qo'yaman. Xo'p, dastlabki denkani x plus xo'p, x ta deylik, yaxshisi. Dastlabki denka x ta bo'ladigan bo'lsa, uning ichidan 100 tasi duplikatsiya bo'lgandan keyin keyingisi x plus 100 bo'ladi. Ya'ni 100 tasi duplikatsiya bo'lyapti, eskisi turibdi, yana yoniga 100 ta qo'shilyapti. O'sha 800 taga teng bo'lyapti. Demak, x imizning qiymati 700 ta bo'lar ekan. Bu degani dastlabki denkada 700 ta nukleotid bor degani. Denka molekulasi mutatsiyaga uchrashdan oldin nechta nukleotiddan iborat edi deyapti. Demak, javob 700 ta nukleotiddan iborat edi bo'ladi. Keyingi masalaga o'tamiz. 5-masala. Ma'lum denka fragmenti jami nukleotidlarning 20% ni guanin tashkil qiladi. Mana shu denka asosida sintezlangan oqsildagi aminokislotalar soni denkadagi guanin sonidan 40 taga farq qilsa, ushbu denka uzunligini toping deyilyapti. Xo'p, buni bitta qulay usuli bor, sizga o'rgatib qo'yaman. Mana birinchi o'rinda biz aminolarni sonini biz x ta deb olamiz. Bundan kelib chiqadiki, demak, nukleotidlar 6x ga teng bo'ladi, 6 barobar ko'p. Endi ikkinchisiga o'tamiz. Nukleotidlarimiz 6x bo'ladigan bo'lsa, bu 100% degani. Endi guanin nukleotidlarning 20% ga aytilyapti. Biz shu 6x ni 20% ni hisoblab olamiz. Xo'p, keling hisob-kitob qilamiz. 6 ni ko'paytiramiz 0,2 ga. 1,2 ekan. Demak, guaninlar soni
1,2 x da ekan. Demak, bu guanin soni. Endi e'tibor beraylik, 3-chiga o'tamiz. Guanin soni qancha desa 1,2x. Aminolar soni qancha desa, aminolarni x da dedik. Bu ikkalasini farqi belgilash kiritilgan holatda 0,2x ga teng bo'ladi. Lekin bizga vaholanki savolda 40 taga teng deyildi. Demak, x imizning qiymati qancha deymiz. Ya'niki 40 ni 0,2 ga bo'lib olishimiz kerak bu yerda. 40 bo'lingan 0,2. Demak, 200 kelib chiqar ekan. X imizning qiymati 200 ga teng ekan. 200 ta aminokislota bo'lgan ekan. Xo'p, ushbu denka uzunligini toping deyapti. Uzunlik topish uchun bilamizki, bizga nukleotidlar soni kerak. 4-ishimizda shu ishni qilamiz. Demak, nukleotidlar sonini biz 6x deb olgandik. X o'rniga 200 qo'yadigan bo'lsak, bu 1200 ga teng bo'ladi hozir. Demak, 1200 ta nukleotid bor. Endi uzunlik topish uchun o'sha 1200 ni 2 ga bo'lib 0,4 ga ko'paytiramiz. Mana shunda uzunlik kelib chiqadi. Xo'p, 1200 ni bo'lamiz 2 ga. 600 ko'paytiramiz 0,4 ga. 204 nanometr. Demak, javob bu yerda 204 nanometrga teng ekan. Javob shu bo'ladi. Xo'p, 6-chi demak savolga e'tibor beramiz. Ma'lum denkadagi vodorod bog'lar soni ushbu denka asosida sintezlangan oqsil tarkibidagi aminokislota soni orasidagi farq 1240 ta. Ushbu denkadagi guanin nukleotidlarining 20% ni tashkil qilsa, denkadagi fosfodifil bog'lar sonini aniqlang. Buni ikki xil usuli bor. Men sizga osonroq usulni o'rgataman hozir. Nima ish qilamiz desa, boyagi metodikadan foydalanamiz. Ya'niki aminolar sonini biz x da deymiz. Demak, nukleotidlar soni 6x ga teng bo'ladi. Birinchi ishimiz. Endi ikkinchi ishimizga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi ishimizda biz guaninning 20% ekanligidan foydalanamiz. Nukleotidlar umumiy nukleotid 100% bo'ladi. Bilamiz bu narsani. Guaninlar soni 20% ekan. Mana bunday holatda. Endi nukleotidlarimiz 100% 6x ga teng bo'lyapti-ku. 20% guaninni hisoblasak, bu 1,2x bo'ladi. Boya mana bu yerda xuddi shu ishni qilgan edik. Bu yerda ham shu ishni qilyapmiz. Endi bu ikkalasini qo'shib olsak, nukleotid bilan guaninning yig'indisi kelib chiqadi, ya'niki vodorod bog'i kelib chiqadi. Demak, vodorod bog'i 7,2x ga teng ekan. Vodorod bog'i 7,2x bo'lar ekan. Endi 3-ishga o'tamiz. 3-ishimizda xo'p, e'tibor bering, vodorod bog'lar soni ushbu DNKdan sintezlangan oqsil tarkibidagi aminokislota soni orasidagi farq 1240 deyapti. Demak, men hozir vodorod bog'dan aminolarni ayirib tashlayman ekan. 7,2x dan ayirib tashlayman. X ni 6,2x bo'ladi. Va mana shu 6,2x deyishligim 1240 ga teng bo'ladi. Demak, x ni hisoblayman bu yerda. 1240 ni bo'laman 6,2 ga. 200 ta ekan. Demak, x nimning qiymati 200 ga teng ekan mana. Endi savolda nima so'rayapti? DNKdagi fosfodifil bog'lar sonini aniqlang deyapti. Uning uchun bizga nima kerak bo'ladi? Umumiy nukleotidlar kerak bo'ladi. Endi bu 4-ish bo'ladi. Umumiy nukleotidlarni biz 6x degandik. X o'rniga 200 qo'yadigan bo'lsak, demak 1200 ta nukleotid bor ekan. Nukleotidlar soni 1200 bo'lib turgandan keyin fosfodifil bog'lar soni 1198 ta bo'ladi. Demak, javob ham 1198 ekan. 7-chi to'plamga e'tibor beramiz. DNK nukleotidlarni 10% qismi adenin. Shu DNKdan RNK sintezlanishda 560 ta vodorod bog' uzilgan bo'lsa, hosil bo'lgan RNKda nukleotidlar sonini toping deyilyapti. Xo'p, endi do'stlar e'tibor beramiz. Adenin 20% bo'lgandan keyin tabiiyki guanin nukleotidlar soni foizda deylik 30% bo'ladi. Umumiy nukleotidlarimiz 100% bo'ladi. Biz endi nechta guanin bor yoki umumiy nechta nukleotid borligini bilmaymiz-ku. Shuni hisobidan keling, biz hozir guaninni 30x deb olamiz. Ya'ni noma'lum holatida. Voy, bitta joyda adashibmiz. Biz adeninda 20% olib ketibmiz. Aslida adenin 10% ga teng ekan. 10%. Demak, guanin 40% ga teng bo'ladi. Demak, guaninni 40x deb olaman. Umumiy nukleotidlarni esa 100x deb olaman. Bularni qo'shib oladigan bo'lsak, vodorod bog'i kelib chiqadi. 140x ga teng bo'ladi. Endi mana shuni 560 ga tenglab olamiz. Endi x imiz nimaga teng deymiz? Xo'p, 560 ni bo'lamiz 140 ga.
4 ga teng bo'ldi. X'imizning qiymati 4 ga teng ekan mana. Savolda nima so'ragan desa, rentga so'ragan. O'zi biz DNK nukleotidlarini 100x deb olgandik. Demak, renkaning nukleotidlari 50x ga teng bo'ladi. Ya'ni 2 barobar kam. X o'rniga 4 borib qo'yamiz. X o'rniga 4 borib qo'yadigan bo'lsa 200 ta kelib chiqadi. Demak, renkadagi nukleotidlar soni 200 ta bo'lgan ekan. DNKdagi nukleotidlar soni 400 ta bo'lgan ekan. Keyingi savolga o'tamiz. Xo'p, 8-masalaga e'tibor bering. Ma'lum bir DNKdan sintezlangan oqsil tarkibidagi aminokislotalar soni DNKdagi nukleotidlar sonidan 750 ta, vodorod bog'lar sonidan 900 ta kamligi ma'lum bo'lsa, ushbu DNKdagi adenin nukleotidlar sonini toping. Zo'r, ajoyib. Endi qarang. Aminokislotalar bilan bog'liqlik berilyapti-da. Aminokislotalar soni DNKdagi nukleotidlar soni 750 ta kam. Endi biz mana shu DNKdan bilamizki, renka sintezlanadi. Renkadan oqsil sintezlanadi. Biz shu oqsildagi aminokislotalar soni x ta desak, renkani 3x ta desak, DNKmiz 6x bo'ladi. Bu yerda endi renkani o'yindan chiqarib olish mumkin. Renka kerak emas bizda. Mana shu 6x bilan mana bu yerdagi oqsil x ning farqi, demak ayirmasi bizda berildi. O'sha bizda hozir 5x bo'ladigan bo'lsa, o'shani 750 ga teng deyildi. Demak, x ni topib olishimiz mumkin bu yerda. Buning uchun 750 ni bo'lib yuboraman 5 ga. X ning qiymati 150 ga teng ekan. X 150 ga teng ekan. Endi e'tibor bering. Vodorod bog'lar sonidan 900 ta kamligi ma'lum bo'lsa deyapti. Xo'p, endi aminolar soni amino deb qo'yaman 150 ta. Ana o'sha kam ekan kimdan? Vodorod bog'lar sonidan kamroq ekan. Nechtaga kam ekan? 750 taga. Demak, men shu 150 ga 750 ni qo'shib bersam, vodorod bog'lar soni kelib chiqadi. 150 qo'shilgan. Yo'q, sal adashibmiz. Vodorod bog'lar soni 900 taga kam debdi. 900 ni qo'shib beramiz ekan. Xo'p, 900. Xo'p, 150 qo'shilgan 900. 1050 ta. Demak, vodorod bog'lar soni 1050 ta bo'lgan ekan. Bizda ushbu DNKdagi adenin nukleotidlar soni nima qildi? So'raldi. Xo'p, endi e'tibor beramiz. Vodorod bog'lar sonini topdik, 1050 ta ekan. X ni ham topdik. Demak, keling, DNKdagi nukleotidlarni ham topib olaman. Aminolar soni 150 ta bo'lsa, undan 6 barobar ko'p bo'ladi. 150 ko'paytirilgan 6. 900 ta. Demak, nukleotidlar soni 900 ta ekan. Endi biz bilamizki, xo'p, vodorod bog'lar sonidan nukleotidlar orasida guanin kelib chiqadi. 1050 dan ayirib yuboramiz 900 ni. Shu guanin nukleotidlari kelib chiqadi. Demak, guaninlar teng bo'lar ekan. Hop, 1050 minus 900. 150 ga teng bo'lar ekan. Guanin nukleotidlar soni 150 ta ekan. Mana bilib oldik, buni aniqladik. Endi nukleotidlar soni 900 ta bo'lgandan keyin uning yarmi, ya'ni 450 tasi purin bo'ladi. Purin degani endi adenin bilan guaninning yig'indisi. Guaninning o'zi 150 tani tashkil qilyapti. Demak, adenin nukleotidlari bizda 300 tani tashkil qilishi kerak. Bizda adenin so'ragan. Demak, javob 300 bo'ladi. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. 9. Xo'p, renka tarkibida uracil 20%, sitozin 30%, translyatsiya jarayonida jami 300 ta aminokislotaga ega oqsil sintezlangan bo'lib, undagi aminokislotalar soni renkadagi guanin sonidan 120 taga ko'p bo'lsa, DNK tarkibidagi timin nukleotidlar sonini aniqlang debdi. Do'stlar, e'tibor beramiz. Aminokislotalar sonidan ko'ra guanin soni 120 taga ko'p bo'lsa deyapti. Ya'ni aminokislotalar soni renkadagi guanin sonidan 120 taga ko'p. Demak, hozir men renkani chizadigan bo'lsam, renka tarkibidagi o'sha guanin nukleotidlarini topishim uchun hozir 300 dan ayirib tashlayman 150 ta. 120 ni, chunki aminokislotalar soni ko'p deyildi. Xo'p. 300 dan ayiraman 120 ni. 180 ta. Demak, guanin nukleotidlar soni 180 ta bo'lgan. Aminolar soni esa bu guanin soni renkadagi. Aminolar soni esa 300 ta. Haqiqatdan ham ko'rib turibsizki, aminokislotalar soni guanin nukleotidlar sonidan 120 taga ko'p bo'lyapti.
Endi renkani chizamiz. Renkada urasil bor deyapti, 20% deyapti. Sitozin bor deyapti, 30% deyapti. Endi guanin nukleotidlarini 180 ta ekan. Mana shuni foizga aylantirib olishda imkoni bormi bizda? Bor. Foizga aylantirishning imkoni bor. Aminolar soni 300 ta bo'lsa, renkadagi nukleotidlar demak, undan 3 barobar ko'p 900 ta bo'ladi. Renkada umumiy 900 ta nukleotid bor. Endi 900 ta nukleotidga 100% desak, uning ichidagi guaninlar 180 ta bo'lsa, uni foizni topamiz. Ya'ni bu yerda 20% bo'lar ekan. 20%. Keling, buni foizni ham yozib qo'yaman. 20%. Endi bu yerda nima qoldi desa, urasil, sitozin, guanin, adenin nukleotidlari qoldi. Foizlar jihatdan demak adeninga hozir 30% qoladi. Chunki hammasi qo'shilganda umumiy 100% berish kerak renka nukleotidlari. Endi DNK tarkibidagi timin nukleotidlar sonini aniqlang deyapti. Xo'p, bunda nima bo'ladi? Mana bu yerdagi urasilni hisoblaymiz. Demak, bu 180 ta bo'ladi. Bu yerdagi adeninni hisoblaymiz. Undan 1,5 barobar ko'p. Xo'p, 180 ni ko'paytiraman 1,5 ga. 270 ta bo'ladi. Endi renkani qarshisida DNK turadigan bo'lsa, DNK ikkita zanjirdan iboratda. Masalan, urasilni qarshisida deylik, va mana bu yerdagi adeninni qarshisida deylik nima turadi? Urasil kimdan sintezlangan? Urasil adenindan sintezlangan, adenin timindan sintezlangan desak ham, hozir demak bu yerda adenin nukleotidlari 180 ta bo'lishi kerak. Timin nukleotidlari 270 ta bo'lishi kerak. Endi adeninni qarshisida timin turadi, timinni qarshisida adenin turadi. Demak, mana bu yoqdagi timinlar ham 180 ta bo'lishi kerak. Bu yoqdagi adenin nukleotidlari 270 ta bo'lishi kerak. Endi bizda umumiy timinlar so'radi. Timin bu yoqda 270 ta, bu yerda 180 ta. Bu 180 bilan bu yoqda 270 ni qo'shib yuborsak, kelib chiqadi. Xo'p, 270 plus 180. 450 ta ekan. Demak, javob 450 ta ekan. Xo'p, 10-masalaga e'tibor beramiz. Ma'lum bir DNK molekulasida adenin va guanin nukleotidlari mos ravishda 3:1 nisbatda. Demak, yozaman. Adenin bilan guaninning nisbati 3:1 ekan. 3x ga x deb qo'yishimiz mumkin. DNKdagi jam-vodorod bog'lar soni ushbu DNK fragmenti asosida sintezlangan oqsil tarkibidagi peptid bog'lar sonidan 691 taga ko'p. Endi peptid bog'idan 691 ta bo'lsa, peptid emas, amino deb hisoblasak 690 ta bo'ladi. Ya'ni nima demoqchiman? Vodorod bog'idan peptid bog'i ayrilganda 691 chiqyapti. Agar biz vodorod bog'idan aminoni ayirganimizda edi, aminolar soni peptiddan bitta ko'p-ku. Shuni hisobidan bu 690 chiqqan bo'lar edi. Xo'p, davom etamiz. Xo'p, bu yerda adenin nukleotidlarini 3x deyapmiz. Guanin nukleotidlarini x da deyapmiz. Demak, timin nukleotidlari ham 3x ga teng, sitozin nukleotidlari ham x ga teng. Ular hammasini qo'shadigan bo'lsak, umumiy nukleotidlar bizda 8x ga teng bo'ladi. Vodorod bog'larini topadigan bo'lsak, nukleotidlar guaninni qo'shishimiz kerak. Demak, 9x ga teng bo'ladi. Xo'p, endi aminolar nimaga teng desa, aminolar nukleotidlarni 6 ga bo'lganda chiqadigan songa teng. 8x taqsim 6 deb qo'yishim mumkin. Xo'p. Ajratib qo'yaman. Endi yozamiz. Demak, biz nima qilishimiz kerak hozir? Vodorod bog'idan aminoni ayirishim kerak. Amino. Vodorod bog'i 9x ga teng minus aminolar soni 8x taqsim 6. 690 bo'lish kerak ekan. Endi maxrajdagi 6 dan qutulib olish kerak. 6 ga ko'paytiramiz. Xo'p. 54 minus 8x teng 690 ni ham 6 ga ko'paytiramiz. 4140. 54x dan 8x ni ayirib yuboradigan bo'lsak,
46x bo'lar ekan. 46x teng bo'ladi 4140 ga. X teng bo'ladi nimaga? 4140 ni bo'lib yuboramiz 46 ga. X imiz 90 ga teng ekan. Bo'ldi, X imiz topib oldik. Xo'p, DNK molekulasidagi guanin va sitozin nukleotidlar orasida joylashgan vodorod bog'lar sonini aniqlang debdi. Biz buning uchun guanin topsak bo'ldi. Guanin nukleotidlarimiz X edi, demak 90 ta ekan. Biz endi uni ko'paytirib qo'ysak 3 ga, vodorod bog'lar soni kelib chiqadi. 93 ga ko'paytirsa 270 chiqadi. Demak 270 ta vodorod bog'i bor ekan, o'sha guanin bilan sitozin nukleotidlar orasida. Demak javob 270 bo'ladi bu yerda. Xo'p, 11-masalaga e'tibor beramiz. DNK molekulasidagi adenin nukleotidlari sitozin nukleotidlar soni mos ravishda 1:2 nisbatda. Endi nisbatni ishlatishni o'rganib oldik. Adeninni x deymiz. Xo'p, sitozin nukleotidlarini endi 2x deymiz. Timin nukleotidlarini ham x deymiz. Guanin nukleotidlarini 2x deymiz. Bundan kelib chiqadigan xulosa, demak nukleotidlar umumiy 6x ga teng ekan. Vodorod bog'lari esa 8x ga teng ekan. Xo'p, aminolar soni nukleotidlardan 6 hissa kam bo'ladi. Shuning uchun x ga teng ekan. Xo'p, yaxshi. Bizda savolda nima so'rayapti? Vodorod bog'lar soni timin nukleotidlar sonidan 700 ta ko'p bo'lsa deyapti. Vodorod bog'lar sonidan timin nukleotidlarni ayirsam 700 kelib chiqishi kerak ekan. Vodorod bog'lar soni vaholanki 8x ga teng. Timin nukleotidlari x ga teng. Ayirmasi 700 ga teng. Demak 7x imiz 700 ga teng. Demak x imiz 100 ga teng. Bo'ldi, kelib chiqdi. Xo'p, yaxshi. Yana nima deyapti? DNK tarkibidagi jami fosfodifir bog'lar va ushbu DNK asosida sintezlangan oqsil tarkibidagi peptid bog'lar soni farqini toping deyapti. DNK tarkibidagi jami fosfodifir bog'lari va ushbu DNK asosida sintezlangan oqsildagi peptid bog'lari so'ralyapti. Xo'p, aminolar sonini biz x degandik. Demak, aminolar soni 100 ta ekan. Bundan kelib chiqadiki, peptid bog'lar soni 99 ta bo'ladi. Umumiy nukleotidlar va DNKdagi nukleotidlarni 6x degandik. X imiz 100 chiqqan bo'lsa, demak 600 ta ekan. Bundan kelib chiqadiki, fosfodifir bog'lar soni 598 ta bo'ladi. Endi bu ikkalasidan farq so'rayapti. Shuning uchun 99 bilan 598 ni ayiramiz. 598 minus 99. Mana shu farq javob bo'ladi keyin. 598 dan ayiramiz 99 ni. 499. 499 ta farq. Xo'p, demak javob 499 ekan. Keyingi masalaga o'tamiz. 12-to'plamga e'tibor beramiz. Ma'lum bir DNK molekulasida sitozin nukleotidlar 30% ni tashkil etadi. Ushbu DNK molekulasida vodorod bog'lar soni timin nukleotidlar sonidan 660 taga ko'p bo'lsa, DNKdagi fosfodifir bog'lar soni va guanin sitozin nukleotidlar orasidagi vodorod bog'lar soni farqini aniqlang. Xo'p, demak biz yozamiz. Nukleotidlar 100% deb olamiz. 100% va undagi demak sitozin nukleotidlari 30% ni tashkil qilar ekan. Xo'p, demak undagi guanin nukleotidlari ham 30% ni tashkil qiladi. Xo'p, demak undagi adenin nukleotidlari 20% ni tashkil qiladi. Demak undagi timin nukleotidlari ham 20% ni tashkil qiladi. Endi biz foizlar o'rniga qanday belgilash kiritib olamiz. Masalan, nukleotidlar 100% bo'lsa, biz uni 100x deb olishimiz mumkin, 100x. Shunda guaninlarni 30x deb olishimiz mumkin, timinlarni 20x deb olishimiz mumkin. Endi nukleotidlarga guaninlarni qo'shadigan bo'lsak, vodorod bog'i kelib chiqadi. U 130x ga teng bo'ladi. Endi mana shu vodorod bog'i 130x imiz bu yoqdagi timin nukleotidlar 20x imizdan ko'ra ko'proq. Aniq bu narsa ko'pligi qanchaga ko'p desa, uning uchun ayirib yuborish kerak. Ayirib yuboramiz. Demak, bu yerda 110x kelib chiqadi. 110x. Demak, u 660 ga teng bo'lyapti. X imizning qiymati 6 ga teng bo'lyapti.
Bu orqali xohlagan narsani topib olishimiz mumkin. Masalan, umumiy nukleotidlar soni kerak bo'ladigan bo'lsa, umumiy nukleotidlar sonini biz 100x deb olganmiz. X o'rniga 6 ni borib qo'yadigan bo'lsak, 600 ta ekan. Umumiy nukleotidlar soni. Demak, fosfatifil bog'lar sonini topadigan bo'lsak, 598 ta bo'ladi. 598 ta. Hop, keyingi masalaga o'tadigan bo'lsak, sitozin bilan guanin o'rtasidagi vodorod bog'lar soni. Hop, sitozin bilan guanin o'rtasida 3 ta vodorod bog'i bo'ladi. O'zi guanin nukleotidlari nechta desa, 20x ga yo'q. Adashdik, 30x ga teng. X o'rniga 6 ni borib qo'yadigan bo'lsak, 180 ta bo'ladi. 180 ta guanin nukleotidlari bor ekan. Biz endi yana uni 3 ga ko'paytirib yuboramiz, chunki bitta guanin 3 ta qo'l chiqaradi. Hop, 180 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 180 ko'paytiring 3. 540 ta. Demak, 540 ta vodorod bog'i bor ekan guanin sitozin orasida. Endi shu 540 bilan bu yerda fosfatifil bog'lar soni 598 chiqqan. Bu ikkalasining farqi kerak. Savol shartida aynan shu ikkalasining farqi, ayirmasi so'ragan. Shuning uchun hozir 540 dan ayiramiz 598 dan. 58 chiqar ekan. Javob 58 bo'ladi. Demak, farq 58 ga teng. 13-masalaga e'tibor beramiz. DNK tarkibida adenin nukleotidlari 20% ni tashkil etadi. Ushbu DNK asosida sintezlangan oqsil tarkibidagi aminokislotalar soni DNKdagi jam vodorod bog'lar sonidan 680 taga kam bo'lsa, DNKdagi guanin sitozin o'rtasidagi vodorod bog'lar sonini aniqlang. Xo'p, adenin foizi berildi. Xo'p, oqsil tarkibida aminokislotalar soni DNKdagi jam vodorod bog'lar sonidan kamligi aytildi. Biz nima qilamiz hozir bu yerda? Xo'p, aminolar sonini belgilaymiz. Aminolar sonini biz x ta deydigan bo'lsak, x ta. Demak, DNK tarkibidagi nukleotidlar soni bizda 6x ga teng bo'ladi. Endi bizda aytayapti, adenin nukleotidlari 20% deyapti. Demak, guanin nukleotidlari 30% ga teng bo'lishi kerak. Xo'p, keling guaninlarda sonini aniqlab olamiz. Bizda umumiy nukleotidlarimiz 100% bo'ladi. O'sha 100% lik nukleotidlarimiz 6x ga teng bo'lyapti. Endi bizda guanin nukleotidlari 30% ekan. 30% qancha deyman? 1,8x ga teng bo'ladi. Xo'p, endi umumiy nukleotidlar 6x bo'lsa, guanin nukleotidlari 1,8x bo'lsa, bu ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, umumiy vodorod bog'lar soni kelib chiqadi. Demak, 7,8x ga teng ekan. Bu vodorod bog'lar soni. Endi shu vodorod bog'lar soni, demak, mana shu yerda yozib qo'yaman. Vodorod bog'lar soni ko'p ekan aminolardan. Endi qanchaga ko'p ekan desa, u 680 taga ko'pligi aytilgan. 680 ta. Savol shartida kelyapti. Biz bu orqali bitta tenglama tuzib olamiz. 7,8x minus x teng 680. Ya'niki, xuddiki vodorod bog'idan aminoni ayirsa 680 kelib chiqadi degan ma'noda. Xo'p, 6,8x imiz teng bo'ladi 680 ga. X imiz teng bo'ladi 100 ga. X ni qiymati 100 ga teng ekan. Xo'p, yaxshi. DNKdagi guanin va sitozin o'rtasidagi vodorod bog'lar sonini aniqlang deyilyapti. Xo'p, guanin nukleotidlarini demak 180 ta. 1,8x deb olgandik. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Demak, x o'rniga 100 borib qo'yadigan bo'lsak, 180 ta bo'ladi. 180 ta. Demak, guanin nukleotidlar 180 ta ekan. Vodorod bog' so'ragani uchun endi o'sha 180 ni ham ko'paytiraman 3 ga. Chunki vodorod bog' so'raganda ko'paytirib yuboramiz. Guanin sitozin orasidagi vodorod bog'lar soni kelib chiqadi 540 ta. Demak, javob 540 ta ekan. Xo'p, 14-masalaga o'tamiz. DNK tarkibida timin nukleotidlari umumiy nukleotidlarning 20% ni tashkil qiladi. Adenin timin orasidagi vodorod bog'lar soni guanin sitozin orasidagi vodorod bog'lar sonidan 270 taga kam bo'lsa, ushbu DNK molekulasi axboroti asosida sintezlangan oqsildagi peptid bog'lar sonini aniqlang. Xo'p, bizda timin nukleotidlarning foizi berildi. Timin 20%. Bu orqali adeninni ham topib olishimiz mumkin 20%. Guanin 30%. Sitozin 30%. Umumiy nukleotidlar desa, umumiy nukleotidlar 100% deb olamiz. Xo'p, endi adenin timin orasidagi vodorod bog'lar soni guanin sitozin orasidagi vodorod bog'lar sonidan 270 taga kam deyapti. Biz bu yerda belgilash kiritib olamiz. Hammasini x dan olamiz, ya'ni 20x
Timinlar, adeninlar ham 20x ga teng, guaninlar 30x ga teng, sitozinlar ham 30x ga teng. Endi adenin timin orasidagi vodorod bog'lar demak 40x ga teng bo'ladi. Ya'ni vodorod bog' haqida gaplashyapmiz bu yerda. Guanin sitozin orasidagi vodorod bog'lar 90x ga teng bo'ladi. Endi bu ikkalasini farqi ayirib olsak, hop 50x bo'ladi. O'sha 50x deyotganimiz 270 ta ekan. X'imiz nimaga teng deyman? 270 ni bo'lamiz. Hop, 270 ni bo'lamiz 50 ga. Shu 4. X'imizning qiymati 5.4 ga teng ekan. Endi ushbu DNK molekulasi axboroti asosida sintezlangan oqsildagi peptid bog'lar sonini toping debdi. Xo'p, DNK molekulasi axboroti asosida sintezlangan oqsildagi peptid bog'lar sonini so'rayapti. Uning uchun nukleotid kerak. Xo'p, nukleotidlarni biz 100x deb olgandik. X'imizning qiymati 504 bo'lsa, demak 540 ta nukleotid bor ekan. Uni bo'lib yuboramiz 6 ga. Shunda aminolar soni kelib chiqadi. Demak 540 ni bo'laman 6 ga. 90 ta. Aminokislotalar soni 90 ta ekan. Endi savolda peptid bog'lar sonini so'ragan. Peptid bog'lar sonini topish uchun aminolardan birda ayirib qo'yishim kerak. Shunda 89 ta peptid bog' bor ekan. Javob 89. Xo'p, 15-to'plamga o'tamiz. DNK fragmentidagi jami vodorod bog'lar soni fosfodifil bog'lar sonidan 102 taga, ushbu DNK fragmenti asosida sintezlangan oqsil tarkibidagi peptid bog'lar sonidan 601 taga ko'p bo'lsa, DNKdagi timin nukleotidlar foizini toping. Yaxshi, vodorod bog'lar soni fosfodifil bog'lar sonidan deyapti, 102 taga deyapti. Demak, nima ekan? Ko'p ekan. Vodorod bog'lar sonidan fosfodifil bog'lar sonini ayirsak, guanin plus 2 kelib chiqadi va u 102 ga teng bo'lyapti. Bu degani guanin nukleotidlari 100 ta degani. Xo'p, endi DNK fragmenti asosida sintezlangan oqsil tarkibidagi peptid bog'lar soni. Kelimiz mana bunaqa narsa qilamiz. O'sha aminolar sonini x ta deymiz. X ta. Shunda peptid bog'lar soni x minus 1 ga teng bo'ladi. Xo'p, DNK nukleotidlari esa 6x ga teng bo'ladi mana. Xo'p, endi DNKning nukleotidlariga guaninlarni qo'ysak, vodorod bog'i kelib chiqadi. Demak, DNK nukleotidlar 6x bo'lsa, 6x plus 100 deyishimiz bu vodorod bog'lariga teng ekan. Buni demak, to'rtburchak qog'ozga qo'yib qo'yaman. Endi mana shundan mana shu yergacha bildik. Nima deyapti? Vodorod bog'idan peptid bog' ayirmasi 601 deyapti. Yozaman. 6x plus 100 bu vodorod bog'i minus peptid bog'lari endi x minus 1 ga teng. Ayirsam 601 bo'lar ekan. Qavs ochib yuboraman. 6x plus 100 minus x plus 1 teng 601. Mana bu plus 1 bu yoqqa o'tadi. Mana bu 100 ham bu yoqqa o'tadi. Xo'p, 6x dan x ketsa 5x qoladi. Bu tarafda esa 601 minus 1 minus 100 bo'lib turadi. 601 dan 1 ayirsa 600, 600 dan 100 ayirsa 500. Demak, 5x'imizning qiymati 500 ga teng ekan. Demak, x'imizning qiymati 100 ga teng ekan. Bo'ldi, x'imiz 100 ga teng. Xo'p, DNKdagi timin nukleotidlarini foizini toping debdi. Xo'p, o'zi nechta nukleotid bor desa, 6x edi, 600 ta ekan demak. 600 ta nukleotid bor. Guanin nukleotidlari 100 ta. Demak, adenin nukleotidlari bo'ladi 300 ta. 300 ta emas, bu yerda 200 ta. Adenin 200 ta ekan. Endi umumiy nukleotidlar 100% deb olsam, 100%. Adeninlarda qancha deyman? 33.3%. Timin ham shunga teng bo'ladi-da keyin. Demak, javob 33.3% ekan. Hop, yana hisoblab ko'rishimiz mumkin. 200 ko'paytirilgan 100 bo'lingan 600. 33.3%. Demak, timin nukleotidlar foizi 33.3% ga teng. Bo'ldi, demak bu eng oxirgi masalamiz edi. DNK 3-darsimizda, 3-bo'limda eng oxirgi masala shu masala. Uyga vazifani o'zim Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Xayr, salomat bo'ling, ilm olishdan charchamang.